boshqa do'konlarda 3 million, 3,5 milliongacha sotilayotgan mana shu motoblogimiz endilikda agroservis do'konlarida atigi 2 million 400 ming so'mdan tarqatib yuborilmoqda. Shartlari juda ham oddiy. Videoga like bosing, kelib 2 million 400 ming so'mdan xarid qilib olishingiz mumkin. Nega narxlar arzon degan akalarimiz uchun bu ko'rib turgan motobloglar 7 ot kuchli bo'ladi. Reduktor qismi 150 talik qilib ishlangan bo'ladi. Balonlari ham kichkina variantidan bo'ladi, bez garantiya variantidan bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda 2 million 400 mingga motoblogni o'zi. Nimaga narxlar arzon degan akalarimiz uchun motoblogimiz sifati o'rtacha sifatlisi bo'ladi. Menga ukam bunaqa motobloglarni bas 20 yil, 30 yilgacha ishlatadigan original motoblogdan ko'rsatgan degan akalarimiz uchun original Belarus firmani Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan Belarus motobloglari yetib kelgan. Shu munosabati bilan hozirda sizlarga bularni qisqacha ma'lumotini, narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Endilikda agroservis do'konlarida xuddi shunday Brown firmasiga tegishli 58 gilza porshili, krishkalarigacha temir, zavodlarigacha temir bo'lgan motopilani mutlaqo tekinga berib yuboramiz. Sharti juda ham oddiy. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, qanaqa qilib shunga o'xshash motopila yoki dori apparat, balyarka, drill, 100 xildan sovg'ani birini qanday qilib egasi bo'lishni tushuntirib o'taman. Bo'lmasam bitta like tugmasini bosib qo'ying. Men sizga motobloglarning ma'lumotini berishni boshladim. Motobloglarimiz Belarus firmasiga tegishli Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Motoblogimizning motorlari 170F motor, motorda moynachilari, ichki tomonda paplovilarigacha bor. Motoblogimizning reduktor qismi eng katta 550 talik reduktorlisidan qo'yib ishlangan bo'ladi. Yoqilg'i turlari benzinli, benzin boklari 3 litrgacha oladi. Yurg'izish joylari zavodning orqali yarim soat orqaga zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Skorslari oldiga 2 tadan, orqaga bittadan skorslarigacha mavjud. Motoblogimiz yana bir farqi ko'rib turganinglardek balonlari bunda kattaroq, bunda kichkinaroq qilib ishlangan bo'ladi. Shu tomonlama ham sifatli va sifatsizini ajratib olsanglar bo'ladi. Motoblogimiz benzin rasxodlari kam bo'lishligi uchun yaponiskiy karburatorlardan qo'yib, ekonomishni qildirib olib kelganmiz. Xohlaganlar uchun motoblogimiz qora variantidan, xohlaganlar uchun kulrang variantidan ham xarid qilib olishinglar mumkin. Motoblogimiz vozdug'ning filtrlarigacha mastinli qilib ishlab kelingan. Mastinli filtr qanaqa foydali bo'lishini traktorchi akalarimiz, texnikaga tushunadigan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Motoblogimiz rol qismiga keladigan bo'lsak ham juda ham baquvvat qilib ishlangan. Rollarni tepaga pastga qilib o'zlaringga moslab ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Boshqarishda skorlari 2 tadan oldiga, bittadan zadniy xodlarigacha mavjud. Bezopasность knopkalari, o'chirib yoqadigan knopkalarigacha qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimizda bu motoblogni xarid qilib olib, ishlar qilishi mumkin degan akalarimiz uchun agroservis do'konlarida mana shunday jatka apparatlarigacha jasab qo'yilyapti. Xuddi shunday jatka apparatlarini qo'yib bemalol bog'iylarda o'tlarni o'rib, shunga o'xshash daraxtlarni taylarni tozalab ishlatishinglar ham mumkin bo'ladi. Xohlaganlar mana shu yerda turgan 270 xildan oshiq agregatni birini qo'yib yoki hammasini qo'yib bemalol ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Xohlaganlar uchun bu tomonda aravalarigacha bor, karter sistema, dori sechadigan apparatlarigacha ulab bemalol bog'larining ichiga dori apparatlarda dorilarni sepib ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Xohlaganlar uchun mana shunday aravani o'zini ulab 1,5 tonnadan 500 kilogramgacha bo'lgan yuklarni yuklab bemalol toshishinglar mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimdek, motoblogimiz original firma bo'ladi. Xo'p, bu motoblogni yana bir ustun tomonini aytib o'tadigan bo'lsam, nimaga narxi 2 million 400 ming so'm emas degan akalarimiz uchun 2 million 400 ming reduktori kichkina bo'ladi. Orqasida qishloq xo'jaligi vomi ichki tomoni bo'lmaydi. Bu original variantining ichki tomoni bo'ladi. Xuddi shunday jatka apparatlarni ulab, o'tlarni o'rib ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Motoblogimiz komplektida 4 qatordan 8 qator original o'zini qalin frezalarigacha chiqadi. Kulish-pulishlari, dokumentlari va agroservis do'koni tomonidan 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan garantiyalarni ham bosib beriladi. Xo'p,
videoni boshida aytib o'tganimdek, mana shunday motopilalar, shunga o'xshash 100 xil noshq sovg'ani birini tekinga berib yuboraman dedim. Sharti juda ham oddiy, videoga like bosib, kommentariyaga omadi yozib qo'yganlar uchun Agroservis do'koniga kelib, mana shu yerda turgan 100 xil noshq motoblokdan birini o'rta narxlarda xarid qilib olasiz va do'konimiz ichki tomonida omadli barabanimizni sizga bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. Xo'p, kelasiz, barabanni betda aylantirasiz. Mana shu yerda shurpayor, drill, balyarka, kulishlar bor. Hamma 100 xil noshq sovg'a bor. 5000 dan 500 minggacha sovg'alarimiz bor. Kelib aylantirasiz. Hamma sovg'a oladi akalar. Sovg'asiz, katakchasi yo'q. Mana shu strelka nimaga to'xtaydigan bo'lsa, shuni olasizda motoblogingizga qo'shib 1 so'm bermasdan sovg'ani tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i, Agroservis do'koni. Qishloq xo'jaligi texnikalari, shunga o'xshash dvijoklar, dori apparat, motopilar, suv nasoslar, kimga qanaqa texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrani pastda nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Motobloklarni Optim baza skladidan birinchi qo'lidan xarid qilib olaman deganlarimiz ekran pastda nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.